bir azlık uzuklaş. Muşunda alametler kelgen bolsa derhal doktorga berip Abdumjit akam shu diabet kasali bulaşdan burun bedenimizde qanday signallar buldu, mush to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. butu muş diyabet keselligi deytmiz, yuqorqan besim keselligi deytmiz, nurg'ulg'an kasalliklarning ko'p qismini odatda biz 70% ota-onadan irsiyat qoldi deytmiz. Diyabet keselligi 70% ota-onadan irsiyat qoldi. Anda bo'lsa irsiyat qilishi bu yerda bir tushuntirib qo'yib o'tib ketay. Mushu anadan balaga irsiyat qilish nisbati kasalliklarniki 90% anadan irsiyat qiladi. 10% ota tarafdan irsiyat qiladi deymiz. Nimishqa desak, 9 oy biz ananing qo'zaqda yotibmiz emasmi? Yotgandan keyin shu sababdan nurg'ulg'an kasalliklar bizga irsiyat qiladi. Hamda bu diabet kasalligi hamda irsiy xarakterli kasalliklarning birisi ham irsiyat qilib qoladi. Undan bo'lak Muşu turmuşdaki her xil yemek, içmek, uzuqluqlarınki tertipsiz buluş sebebinden diyabet keselligi bo'lib qoldi. Endi bu diyabet keselligi burun 30-40 yıldan aldıda köp ko'rilmagan bilan hozir jamiyatimizda yuqori qon bosim keselligi, diyabet keselligi bizni bak buzak etyapti. Ziyodan bak buzak etyapti. Endi muşu diyabet keselligi paydo bo'lishidan oldida bir nechta turli alomatlar o'tib masalaga deb beray. Birincisi ishtohingni tuyuqsiz echilib ketadi. Bak yig'onlik kelib ketadigan, yeb turib, yana qo'saq echib turib, yana yig'onlik kelib qolayotgan. Bu shunday ahvol ko'payib ketdi, ishtoha ziyoda bak echib ketadi. Shu vaqtda menda diabet bo'g'ilib qolibdi deb o'ylasanglar bo'ladi. Ikkinchi birisi naiti bak ussiz aytgan bo'lib ketasizlar. Ussizlik o'rnidan bak yuqorilab ketadi. Bu mu diabet kasalligining bir alomati. Uchinchi birisi kichik taraf ko'p nisbatan ko'payib ketadi. Ko'p sitqan bo'lib qolasizlar. Bu ahvoldan birga ig'irlashgan chig'ida undan keyin tuyuqsiz uruqlash qarab maqasda. Bir oy ichida 20-30 kilo uruqlab ketishinglar mumkin. Bu aniq diabet kasalligining tipik ifodasi. Shunga diabet kasalligida 3 kun bir ozliq yana ko'p yeyish, ko'p ichish, ko'p siyish, bir ozliq uruqlash. Shunda alomatlar kelgan bo'lsa, darhol doktorga berib, munosabatli tekshirishdan ilib berishinglarni diabet kasalligiga giribdor bo'lib qolishning oldini olish uchun munosabatlik uzuqlik bo'lamdi, dori bo'lamdi, mushu tanishish orqali oldini olishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman.